boshqa davlatning o'zbeklarni bot deb chiqargan videosiga o'zbeklar borib yarim soat katta qilib komment yozib aktivini ko'tarishga erinmas ekanda, mana bitta o'zbek bolasining harakatiga bitta like bosib qo'yishga erinar ekanda. Yo, nafaqat publikda, boshqa davlatning youtuberlar yoki blogerlar o'zbeklarning bayrog'ini qo'yib chiqsa yoki o'zbeklarni gapirib chiqsa, o'sha video rekka chiqadi. Chunki o'zbeklarning aktivi yuqorida, lekin o'sha aktivni o'zimizga qilmaymiz-da. O'sha aktivni 3 dan 1ni o'zimizga qilsak, любой bola mashhur bo'lib ketadi-da. Lekin yo'q, shu narsa yo'q. Mayli biz sizga obuna bo'ling demayapmiz yoki yarim soat katta qilib komment yozing demayapmiz. Shunchaki qilgan mehnatimizning evaziga bitta like bosib keting. Kiyib yuramiz, biz Realga muxlis bo'lamiz. El Clasico'ni birga ko'ramiz. Faqat g'alaba olg'a yuramiz. Bu yil finalda yutamiz. O'sha kun kelishini kutamiz. Haqiqiy Real fanati bormi yoki Barsaniki ko'proq? Attak boru, men Madridliman. Konkretni Krishtianuga o'xshash holiyman. O'lik hayotda ko'rmaganman.